Yorqin. Yaxki. Yaxki. Ben bıçak koyuyorsana. Yaxki. Yaxki. Ochana shikast. Shikastni och. Yaxki deysiz. Qarab tursang. Qarab. Qarab tur. Eshitding? Chiqma. O'tma buni. Alloh guvoh, men sizga aytaman. Ochma buni. Chiqma o'zing. Men mushakki. Qoch. Dur, ben uzunluğu çıkıp olacağım az kıyafet. Kıymam yok. Hop, okey. Hoş, ben de otur ıskır. Hafta okey. Kim otur? Çağırmayın gel. Otur. Oldu. Erkeği sana? Erkeğim. Kimsen? Erkeğim. O'chiring. Manchi o'tdi. Men bilan oilasini hurmat qilib. Gap yo'q sen. Erkeğim eshitdik. Keling. Yaxshi yo'q. Hop, keling. Ben senden oldin qilib olganman o'likka. O't. Yo'q, bemalol. Keling. Hamda turur. Yo'q. Yo'q turur. O'rtoq turur, bo'l mana. Chiroyli gaplashing. Ben chiroyga o'tirib. Ha, okey. 5 oling, Ben 5 oyimdan to'xtatda men erkakman-da. Erkakman. Kim bu? Men bilan oilasini hurmat qilaman. Onalari ham meni hurmat qiladi. Kimsan? Menmi? Bularga onalarining ukalari deyman. Isming nima? Olimman ismi. Olim nima? Bu yerda nima qilsin? Bu ikki hafta. Mashq. Zani sinimizda. Bir og'iz ko'ngli so'radi. Olib keldi. Dur, yo'q, o'tir, o'rtoq, o'tir. O'tir, bo'l, o'rtoq, o'tir. Hop, o'chiring, erkakmiz. Erkaksanki bo'l, o'tir. O'tir. Men sizga chiqishdan oldin nima qilaman? Yo'q, bemalol aka. Men bilan oilasini hurmat qilaman. Chunki bilan onalari Telefonni olib kel. Oy, onangga telefon. Yo'q, qiling. Telefonni olib kel undan. Bilan oilasini hurmat qilaman. Bizlar o'rtamizda hayot ko'p. Menga ber telefonni. Sen o'tir, o'rtoq. Foydasi yo'q. Gap foydasizdan, ha? Foydasi yo'q. O'chiring, manchi, bunaqa narsalarni-chi, yoshlar oladigan. Ko'rgansan-da, ha? Manchi, bu oilasini hurmat qilaman, hop. Payt kelsa mana shu bilan chopib qarashib yurganman. Mana shuni qilaman. İşleydigan telefonni ber.